Assalomu alaykum mening obunachilarim, mening do'stlarim. Yaqinda bir video qilgandim, bilsalaring. Onkologitisga u doktorxonada og'ir bemorlar yotadi. Shular ichida bemorlar ichida meni ham tog'am yotardi. Meniki tog'am to'g'risini aytsam bo'lmadi. Mana Alloh marhamatiga olgan bo'lsin. Yaqinda berib qo'ydik. Bir qo'shnisi she'r yozgan ekan. Menga hozir shu she'rni olib keldi. Rahmat, ming bor tashakkur shu qo'shnilarga. Mana yo'qolgandan keyin ham mana eslaydi ekan. Chunki yaxshi inson bo'lgisa, yaxshi ishlarni qilgan bo'lsa, borlariga shukr qo'shnilar deb qolaman. Gapimni qisqa qilaman-da, men she'rni sizlar bilan baham ko'raman. Pahlavon tog'am bor edi, o'zi juda kam ozor edi. Ikki ko'zi yo'limizda intizor, oilasiga sodiq vafodor. Hammaga mehr bilan qarashgan, qoshu ko'zi mo'ylovlari yarashgan. Men baxtiyor edim tog'amdan, yaxshi ko'rib ham ko'rmasdan og'amdan. Xabar olar edim har zamonda, yo'lim tushgan Angor tomonda. Endi kelsam izlaringiz izlayman, tog'ajonim mehringizni qo'msayman. Borsam uy to'rida bo'sh turar joyingiz, dasturxonda turar sovigan choyingiz. Qani tog'ajonim shirin so'zingiz, qaynab turgan qaynoqqina mehringiz. Tog'ajonim nomard peshin qildingiz, nega buncha tez taslim bo'ldingiz? Niyatingiz sizni shumidi? Hali sizga shu kunlar ham yovmidi? Elingiz oldidan o'tmadingiz, o'tkirjon to'yin ko'rmadingiz. Bo'ldi endi payg'ambar yoshingiz, buncha shoshib qayga shoshdingiz? Aytilgan aytu savob sochilsin, qilgan talovat aytilsin. Doimo baland bo'lgan hurmatu, tog'ajonim bo'lsin jannatu. Tog'ajonim siz uchun hayot ruhlari bo'lsin shodu, oxiratlari obod. Kavkaz suvlaridan qilsin serob, men she'r yozdim balki ma'nosin buzib. Uzr, yuraklaringiz ezdim, shu she'rni qo'shningiz uchun yozdim. She'rim bo'ldi qofiyali, she'rni yozgan qo'shningiz Safiya bo'ldi. Rahmat Safiya opa, boringizga shukr. Tog'am hurmat qilib shu she'rni yozgan ekansiz.